Ko'p marta ishlatsa bo'ladigan podguznikni yana bir marta ko'rsatmabsan deb bitta sinfdoshim yozgan edi. Yaqinroqdan ko'rsat deb. O'zbekistonda bormi yo'qmi bilmayman, lekin internet magazindan ko'rsanglar bo'ladi. Mana men hozir bittasini ichidan mana prokladkasini olib nima qilaman, ko'rsatdim. Mana bularga men o'sha prokladkalarni solib qo'yganman. Bittasi o'sha aylinda 5 dona olgan edim. 1800 rubl bo'ladi. 1800 rubl O'zbekistonda necha pul bo'ladi bilmayman. 1000 rublimiz 140 bo'layotgan bo'lsa, 1800 rublimiz где-то shu 220-230 larga to'g'ri kelsa kerak, aniq bilmayman. Mana shunaqa 5 dona oldim. И prokladkasi qo'shimcha keladi. 5 dona podguznikka 5 dona prokladka keladi. Mana bunaqa. Gipoallergenni ichida qanaqa sostavi bor bilmayman, lekin o'tiflari rosa ham yaxshi. Ko'rdim, что bu yerida anaqa bo'lib qolmaydi, turib qolmaydi. Bolaga xul bo'lib mishat qilmaydi. Mana orqasida udobni tomoni bemalol yuvib yoshiga to'g'rilab, hozir men aylinga bu M razmeriga qo'yib ishlatdim. Qismayapti. Endi bolalarda mana oyog'iga bemalol mo'ljallab nima qilsanglar bo'ladi. Hamma o'zini nimasiga qarab, bolasini oyog'iga qarab. Menga yoqqan tomon yuvib ishlatadi, ekonomichni. Mana. Bunisini ham yuvib ishlatsa bo'ladi. 100% paxta, faqat mana bu material qanaqadir plashovkaga o'xshagan materialdan qilingan. Men o'tiflarni ko'rdim, birorta yomon o'tif yo'q, bilasizlar. Pediatrlar yozadi, buni sertifikatini chiqarib qo'ygan, rosa yaxshi. Hammalarga mana tavsiya qilaman. Chiroyli ekan rasvetkalari ham, o'g'il bolaga ham, qiz bolaga ham. Buni 10 taligi ham bor ekan. Lekin qimmatroqligi uchun faqat 5 taligini olib ko'rdim. Ishlatib ko'ramiz. Ko'p marta ishlatsa bo'ladigan podguznikni yana bir marta ko'rsatmabsan deb bitta sinfdoshim yozgan edi. Yaqinroqdan ko'rsat deb. O'zbekistonda bormi yo'qmi bilmayman, lekin internet magazindan ko'rsanglar bo'ladi. Mana men hozir bittasini ichidan mana prokladkasini olib nima qilaman, ko'rsatdim. Mana bularga men o'sha prokladkalarni solib qo'yganman. Bittasi o'sha aylinda 5 dona olgan edim. 1800 rubl bo'ladi. 1800 rubl O'zbekistonda necha pul bo'ladi bilmayman. 1000 rublimiz 140 bo'layotgan bo'lsa, 1800 rublimiz где-то shu 220-230 larga to'g'ri kelsa kerak, aniq bilmayman. Mana shunaqa